shunaqa bular ko'ngli joyiga tushdi. O'sha erkin Sana jo'ram, bo'g'ra jo'ram, mana shu yo'llarimni uyga. o'sha vaqtda sayyohlar eri yo'q. Jamoat. Ayoli. Mana Asad. Joningdan. Kim u? Mana Asad. Eng kuchli bola shu bola. Voy. Dunyoni qaysi tomondan gapirsak, o'sha tomondan oladi. Nima deyay ayting? She'r aytaymi bironta? Ayting, bitta she'r ayting. Bitta she'r ayting. Asadjon. Xo'ragimni mayna to'kis bit qiling. Qarabo yuzimni naq yoqit qiling. Jahondan ko'z yumsam sharobga yuvib, do'ltani tokini zangidan menga bir tobit qiling degan ekan bir donishmand. Ana, yashang. Yashang Aloniy. Endi bitta o'ngiladi. Naql deyishmi? Yo'q. Ana qo'ying. Bu dey, nima? So'rakan-ku, ko'rdingiz. Jo'ray, mana qachon kelib. Pivrani ichgan. Iskor chaqirasizmi? Ha? Ha deydi. Gaplar. Ha bu zotaning biza mommol doktor-ku. Betamon o'tirib ozgina tashlanmaydi. Ha, qo'yib qo'ying hozir. Olsa. Bobomurod. Lekin bularga ol. Kecha Surxondaryoga 3 kun to'yda bo'lib ko'rdim-da. Bobomurod, bularga o'ldirasizmi? Men quydim. Ha, mana bu jo'ram ukam Asad, shashidonga, shashidan, bilat. Shashidon jo'ra, shashidan. Kabob kutib ikkovimiz Kabobdan olmadi. Shashidan. Kabul olmasin mana. Ol. Tamam. Tamam. Oyla qani? Biroz soat oldin aytdim siz chaqirdi deb. Asad tinmas oling. Hatta çok işlerdi. Bobomurod. Sen bitta o'ng bilan kuyim oladi. Men 3 kun bo'lib turdim kecha. Ha, endi Surxondaryodan kelib tushdim hozir. Bobomurod endi o'zing. O'zingiz aytingiz. Qara, Pivo ichmayman dedingiz. Olaman. Nafasini so'rdi. Yuragimga ko'p ta'sir qilyapti. Ha, o'ylay. Mana ovni qo'yib qo'yamiz. Yuragiga O'ng bilan aytaveradi-da. Biz 3 kun yotib ichdim Surxondaryoda. Va 25 yotibdi bu yerda. Onasi emsa, to'g'risida o'lib qolayotgan. Doktorga oxiri kecha doktorga bordi. Buni to'liq Qandirayam kelganingizda o'tirardik. Konsertda yotib ichdik-da. Bular endi bilasizku, O'zi Samarqand, Navoiy ichishga, Surxondaryo ichishga yomon berilgan. Baqa otishni boshladi-ku. Kelmayapti. Bu tushunmagan ham shunday-ku. Yosham ketdi-da endi. Ha, yosham ketdi. 80da bo'ldim men masalan. 15 kun 80. ne endi Masalan yosham og'irda, juda qiyin. Hozir hammalar yoshlar, men 80 yoshda bo'ldim. Ey, 15 kun 80. xoting, nima ishimasa shashlik qilib keldi shu bola. 15 yil kam 80. Yomon bo'libdi bu shash.